Endi oxirgi leksiyamiz hurmatli vatandoshim, buning diqqat qiling. Bu leksiyaning oxiridagi qisqa bir xabarga alohida e'tibor berishingizni umid qilaman. Alloh yor bo'lsin sizga. Leksiyamizni boshlaymiz. Urushga tayyorlik qilishmi? Chavshan askariy qismlarga va maxfiy saqchilarga amaliy o'q tarqatdi. Mavzuli xabar 10 ayning 19-kuni Dovitor bitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Koreya ikki davlat armiyalari Chavshan yerim oralida manevr qilyotdi. Chavshanda aloqador kishilar bunda oshkoriladi. Chavshan 18-kunidan burun askariy qismlar va maxfiy saqchilarga amaliy o'q tarqatdi. 16-kuni Chavshan yerim oraliga yaqin joyda o'tkaziladigan Amerika Koreya harbiy manevriga tayyorlik qilmoqchi bo'ldi Chavshan. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Chavshan raketalarni boshdan oxir har zaman qo'yib berish holatiga to'g'rilab qo'ydi. Yaponiya Chawrishinmen gazeti yana xabarda bunday ko'rsatdi. 19-kuni maqola e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Chavshan chegara qismlari hamda oldin qisab qismlardan boshqa voqealardan mudofaa ko'rish uchun o'q qochilangan eshiklar harbiy qurol yarog' ishkilotida saqlanadi. Lekin bu qatam Amerika Koreya manevri boshlangandan keyin Chavshan askariy qismlarga, maxfiy saqchilarga, odatdagi saqchilarga, xalq qo'g'dinish nazoratining muhim kishilariga amaliy o'q tarqitib berdi. Xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Bu urush holatiga kirganlik. Bir hokimiyat sistemasining vaziyatga taqobil turmoqchi bo'lganligidir. Chavshan agentligi 17-kuni ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Amerikaning jazolashiga, mayli embargo shaklida jazolashiga, besimiga yoki harbiy tanlash bo'lsin, atrofli tayyorlik qilib qo'ydik. O'xshashli uning ustiga Chavshanda har qaysi matbuotlar Prezident Trumpning yaqindan beri so'zlagan so'zlari va nutqlarini tushuntirib, tonishtirishga boshladi. Amerikaning qurol ishlatishidan ehtiyot qilishga boshladi. Koreya birlashma agentligi bunday ko'rsatdi. Koreya Amerika bir qancha harbiy parxod kurashchi harbiy aeroplanlarni chiqarib, harbiy manevrga qatnashdi. Ikki taraf Amerika Koreya avtomatika hamrohligida havo mudofaa, suvosti parxodiga qarshi raketadan mudofaa ko'rishda avval signal berish, dengizda to'sib zarba berish, harbiy parxodlarning amaliy o'q etishi qatorliq turlar bo'yicha manevr elib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan Koreya armiyasi. Koreya harbiy taraf xabardor kishilar bunda oshkorildi. Bu qatim vazifa ijro qilishga chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlarining avomatka zarbadorlar guruhining harbiy kuchi o'tgan chog'dagi kuchlarga o'xshamaydi. Diqqat qiladigan bir taraf shuki, Amerika dengiz piloti skadronining 7-dengiz piloti skadronining 7-skadronining avomatkalar zarbadorlar guruhining manevr qilish vaqti 16-kunidan 26-kunigacha qilib bekitdi. Shuni ko'rsatdiki, Reagan belgilik avomatka yuqorqi harbiy manevrni tamomlagandan keyin davomli Koreyada to'xtaydi va boshqa harbiy manevr qilish vazifalarini ijro qiladi. Yana bir xabar, Amerika Qo'shma Shtatlari, bu xabarga diqqat qiling vatandoshim. Yana bir xabar, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shtakati va rakis televizori Hindiston va Amerika qo'l tutishib, jungo bilan qarshilashishimiz kerak dedi. Mavzuli xabar 10 ayning 18-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Sal qo'polroq qo'yilgan mavzu nima vatandoshim? Bu xabarning mavzusi. To'rbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokati va rakistelari 18 kuni Hindiston bilan Amerikaning strategik munosabatlarini kengaytirishga chaqiriq qilib, balki Jungoni kaskin tanqidlab, Jungo yer sharining muqimligiga kerak bo'lgan xalqaro qoidalarga xiris e'lon qildi deb Jungoni aybladi. Diqqat vatandoshim. Rakistildirsin davlat ishtirokati rakistildirsin Jungoni tanqidlab, Jungo yer sharining muqimligiga kerak bo'lgan xalqaro qoidalarga xiris e'lon qildi deb Jungoni aybladi. Rakistildirsin Hindistonni ziyorat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokati rakistildirsin Hindistonni ziyorat qildi. O rakistildirsin davlat ishtirokati va ziyoratga chiqishdan burun Hindiston Amerika munosabati to'g'risida to'xtaldi. Davlat ishtirokati va rakistildirsin bunda ko'rsatdi. Dunyo Amerika bilan Hindistonning qudratli hamkorligiga muhtoj. Diqqat vatandoshim. Dunyo Amerika bilan Hindistonning qudratli hamkorligiga muhtoj. Ikki davlatning Hind okean va Tinch okeandagi bexatarligi bu rayonlarda erkin qatnash, erkin savdo hamda zo'ravonlik qarshi jihatda o'rtaq nishonimiz bor. Demak, Hindiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Hind okean va Tinch okeanda o'rtaq nishoni, o'rtaq manfaati bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokati va rakistilari xalqaro tadqiqot markazi nutq so'zlaganda Jungoni kaskin tanqidlab mundaq ko'rsatdi. Jungoning Janubiy dengizda ig'vogarchilik qilish harakatlari Amerika bilan Hindiston qo'llab kelayotgan xalqaro qoidalarga xiris e'lon qildi. Jungoning Janubiy dengizdagi harakatlari qiliqlari Amerika bilan Hindiston takrorlaymiz qo'llab kelayotgan xalqaro qoidalarga xiris e'lon qildi. O qo'shimcha qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo bilan qurilish xarakterli munosabat o'rnatishga izlanyapti. Lekin bu davlat, ya'ni Jungo demoqchimi? Lekin bu davlat qo'shni davlatlarning egilik huquqini og'dirmoqchi bo'ladi. Diqqat etamiz. Lekin bu davlat, ya'ni Jungo qo'shni davlatlarning egilik huquqini og'dirmoqchi bo'ladi. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari foydasiz o'rinda turib qolganda, Amerika bu ishlar paydo qilgan har qanday xiristning oldida hargiz kayniga chekinmaydi. Diqqat vatandoshim. Nima deydi? Davlat ishtirokati rakistildirsin Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari foydasiz o'rinda turib qolganda, Amerika bu ishlar paydo qilgan har qanday xiristning oldida hargiz kayniga chekinmaydi. Davlat ishtirokati rakistildirsin mundaq ko'rsatdi. Amerika hamkorlashib Hindiston armiyasining iqtidorini yaxshilashni, o'xshashli bu rayondagi muhim demokratik davlatlar, jumladan Yaponiya va Avstraliya qatorliq davlatlar bilan bexatarlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi. Mana vatandoshim, siyosat mana shunday. Hozir bundan keyindan muhokama va analiz uchun bir ikki og'iz gap qilamiz. Qolgan kam yerlarini endi shu orqali to'liqlaymiz. Leksiyalarimiz mushada oxirlashdi.